Hammaga salom. Bu Adliya Digest. Adliya vaziri Akbar Tashqulov Vengriya adliya vaziri o'rinbosari qonunchilik ishlari bo'yicha davlat kotibi Zoltan Tot boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv davomida ikki davlat adliya vazirliklari o'rtasidagi hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari, xususan qonunchilikni tizimlashtirish, tartibga solish ta'sirini baholash, raqamlashtirish hamda notariat sohasida tajriba almashish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, tashrif dasturining birinchi kuni doirasida delegatsiya uchun O'zbekiston notariusining onlayn faoliyati va amaliyoti mavzusida taqdimot, Vengriyaning qonunchilikni tizimlashtirish va ortiqcha tartibga soluvchi normalarni qisqartirish bo'yicha tajribasi yuzasidan taqdimotlar tashkil etildi. Vengriya adliya vaziri o'rinbosari qonunchilik ishlari bo'yicha davlat kotibi Zoltan Tot boshchiligidagi delegatsiya vakillari Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan notarial idoraga tashrif buyurdi. Xizmat safarining ikkinchi kuni doirasida delegatsiya a'zolari adliya tizimi faoliyati bilan yaqindan tanishib, bir qator muassasalarda bo'ldilar. Delegatsiya vakillari Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan notarial idoraga tashrif buyurib, O'zbekistonda notariat tizimi faoliyati, fuqarolarga ko'rsatilayotgan huquqiy xizmatlar hamda notarial jarayonlarni raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdilar. Vengriya delegatsiyasi Toshkent shahridagi Chilonzor tumani davlat xizmatlari markazida bo'ldi. Shundan so'ng delegatsiya Toshkent shahridagi Chilonzor tumani davlat xizmatlari markazida bo'lib, aholiga ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari, ularning tezkor va qulay shaklda tashkil etilishi, shuningdek, xizmatlarni elektron shaklda taqdim etilishi bo'yicha joriy etilgan tizim bilan tanishdi. Vengriya delegatsiyasiga Adliya vazirligi huzuridagi qonunchilikni tahlil qilish va tartibga solish ta'sirini baholash instituti faoliyati bo'yicha taqdimot o'tkazildi. Unda normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini tahlil qilish, tartibga solish ta'sirini baholash hamda qonunchilikni takomillashtirish borasida olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Joriy yilning 9-mart kuni Shveysariyaning Jeneva shahrida O'zbekistonning Jahon savdo tashkiloti JSTga a'zo bo'lishi bo'yicha ishchi guruhning 12-yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda Adliya vazirligining birinchi o'rinbosari Mahmud Istamov tomonidan milliy qonunchilikni Jahon savdo tashkiloti bitimlariga uyg'unlashtirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan taqdimot qilindi. O'zbekiston, Germaniya adliya sohasidagi hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Adliya vaziri o'rinbosari Muzrof Ikramov Germaniya federal adliya vazirligi huzuridagi xalqaro huquqiy hamkorlik jamg'armasi boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv davomida O'zbekiston va Germaniya o'rtasida adliya hamda huquq sohasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Xalqaro moliya markaz va tijorat sudini tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Adliya vazirligida xalqaro hamkorlar ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar hamda O'zbekistonning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga qaratilgan tashabbuslar muhokama qilindi. Shu nuqtai nazardan Xalqaro moliya markazi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonuni loyihasini ishlab chiqish hamda uning doirasida Toshkent xalqaro moliya markazi sud organi hisoblangan Toshkent xalqaro tijorat sudini tashkil etish muhim tashabbus sifatida qayd etildi. Adliya vazirligi MDHga a'zo davlatlarning huquqiy siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda adliya vazirliklarining o'rni mavzusidagi xalqaro onlayn suhbatida ishtirok etdi. Tadbirda Adliya vazirining birinchi o'rinbosari Mahmud Istamov ma'ruza qildi. U o'z chiqishida mamlakatimizda huquqiy siyosatni takomillashtirish, qonunchilikni raqamlashtirish, sun'iy intellekt texnologiyalarini huquqiy faoliyatga joriy etish hamda aholining huquqiy madaniyatini oshirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida ma'lumot berdi. 10-12 mart kunlari Adliya vazirligida qonunchilik sifatini oshirish masalalariga bag'ishlangan xalqaro seminar treyning bo'lib o'tdi. Tadbir Yevropa ittifoqi tomonidan moliyalashtirilayotgan normativ-huquqiy bazani tizimlashtirish va soddalashtirish yo'nalishidagi Twinning dasturi doirasida tashkil etildi. Seminar davomida tartibga solish ta'sirini baholash hamda normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini jamoatchilik muhokamasidan o'tkazishning zamonaviy yondashuvlari muhokama qilindi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring va rasmiy sahifalarimizga a'zo bo'ling.